Hamzat Chimayevning mag'lubiyatsiz seriyasi yakunlandi. Shon Strickland yana taxtda. 10-may kuni Nyu-Jersi shtatidagi UFC 328 ning markaziy jangida o'rta vazn chempioni Hamzat Chimayev va Shon Strickland o'rtasidagi shaxsiy adovat yechimini topdi. Jang Chimayev uchun an'anaviy tarzda boshlandi. U atigi 15 soniya ichida raqibini yerga qulatdi va birinchi raundda katta ustunlikka ega bo'ldi. Biroq ikkinchi raundda kutilmagan burilish yuz berdi. Chimayev takedownga urinib, o'zi pastda qolib ketdi va sezilarli darajada charchab qolgani ko'rindi. 3-raund to'liq stoykada o'tdi va qizig'i shundaki, Hamzat bu 5 daqiqa ichida biror marta ham kurashga harakat qilmadi. Mutaxassislarning fikricha, Chimayevning bunday holatga tushishiga jang oldidan 21 kilogramm vazn tashlagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Garchi 4 va 5-raundlarda Hamzat bosimni oshirishga uringan bo'lsa-da, Strickland o'zining noqulay va chidamli uslubi bilan vaziyatni nazorat qildi. Yakunda hakamlar qarori bilan Shon Strickland g'alaba qozonib, ikkinchi bor chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Shu tariqa Chimayev faoliyatidagi ilk mag'lubiyatni qabul qilib oldi va Dana White'ga vazn toifasini yarim og'ir vaznga o'zgartirishini ma'lum qildi. Shu kabi sport yangiliklarini kuzatib borish uchun Anhor o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.